Usta bo'lish oson emas akalar, to'g'rimi? Lekin bu kasb rostdan zo'r-da. Qilayotgan ishinglarni ko'rib, odamlarning uyida quvonch bo'lishini bilsanglar, boshqa gap kerak emas-da. Har bir plitka, har bir devor bizdan yodgorlik. Farqi yo'q. U malyarmi, elektrikmi, santexnikmi, kafelchimi, quruvchimi, suvoqchimi, qilayotgan ishi o'zidan yodgorlik bo'ladi. Shunaqa gaplar akalar. Bugun xalqaro ustalarning kuni ekan. Shu sababdan hamma ustalarni va o'zimni tabriklab qo'ymoqchiman. Bu videoni akalar ustalarga jo'natib qo'yamiz. Videoni ko'rib ustaligidan faxrlansa, ishiga bo'lgan ishtiyoqi yana ham oshsa. Istoriya qo'yib yuborsanglar ham bo'ladi. Bilaman u. Usta bo'lish oson emas akalar, to'g'rimi? Lekin bu kasb rostdan zo'r-da. Qilayotgan ishinglarni ko'rib, odamlarning uyida quvonch bo'lishini bilsanglar, boshqa gap kerak emas-da. Har bir plitka, har bir devor bizdan yodgorlik. Farqi yo'q. U malyarmi, elektrikmi, santexnikmi, kafelchimi, quruvchimi, suvoqchimi, qilayotgan ishi o'zidan yodgorlik bo'ladi. Shunaqa gaplar akalar. Bugun xalqaro ustalarning kuni ekan. Shu sababdan hamma ustalarni va o'zimni tabriklab qo'ymoqchiman. Bu videoni akalar ustalarga jo'natib qo'yamiz. Videoni ko'rib ustaligidan faxrlansa, ishiga bo'lgan ishtiyoqi yana ham oshsa. Istoriya qo'yib yuborsanglar ham bo'ladi. Bilaman u.